videorolikimizda biz Minecraft olamida oddiy blokdan horror ravishda o'ynaymiz. Video boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishda, videorolikimizni esa like tugmasini bosishni unutmanglar. Biz videoni boshlaymiz. Sizlar o'ylayapsizlar, hozir bu horror Minecraftga o'xshamayapti. Oddiy blok deyapsizlar. Bunda adashmasam men bu modda oxirgi marta o'ynaganimda bitta horror chiqqan edi. Ya'ni g'orada qo'rqinchli bir kichkina o'zidan o'zi yerga yotgan g'alati-g'alatilar edi. Va bu horror modni bir o'zim o'ynamaganman. Ya'ni video onayni chiqarib turganimda oldimda jigarlarim, oldimda odamlar ham bo'lgan. Mazgi yo'q. Shuncha qaziganim buyusiga to'xtay. Rozi bosman, tekshif qilsin. Ana bo'lmasam to'yib olmayman bor. Mana nima bo'ldi? Nima bilmadim. Ana. Xo'p. Yana bosamiz. Buni bosamiz. Video men bunlar ham yangi YouTube kanalim. Oldin ham YouTube'ga videolar qo'yganman. Agar yangilar bo'lsa, meni taniydiganlar, bilmaydiganlar bo'lsa, men oldin ham qo'yib yurganman va YouTube'da tark etganman. Men o'z YouTube'ga ko'p video qo'yish harakat qilganman. Bunda bir ikkita problemalar bo'lgan. Video 800 marta videolar o'rganman, video zapis qiladigan ilovam bilmadim, buzuq qo'yib qo'ygan ekan. Shuncha olgan videom yaxshi olinmagan. Nimaga sandiqqa solmayman mana shuncha narsa? Nimaga solmayman? Qani bu men ay devушки, konserina var devушки. Bu videoni bilaman. Minglab prosmotlar, minglab like'lar, yuzlab like'lar yig'masligi mumkin. Lekin men bu video qo'yaveraman. Chunki bilaman, qachondir balkim videolar ham internetga chiqib ketar. Harakat esa nurda barakat. Nima desam tashlayapman. Mazgi Telegramda o'chirish esimdan chiqib qoldi. Endi maza qilib o'ynaymiz. Nima bu? Bu ishdan turish kerakmi? Cho'chqa tur yo'qol. Harom. Ya musulmonmiz bo'lsa, cho'chqa harom. Cho'chqaning foydasi tegadi, undan go'sht ham halol emas. Hech eshik masalan go'sht harom bo'lgani bilan ishi zo'r. Mana onay nima Telegramni o'chirmadimmi men? Telegramni o'chiribman-ku. Oyog'im tortishib qoldi. Videoga yotib o'yaptiradim. Nima? Mayli. Qitqo'z mashina bor-ku. Qitqo'zdi. Keyin o'lamiz. O'ylab zerikib ketdim. Aytdi nima? 59 14 ming avgust 40-avgust yomg'ir yog'ardi. Ajoyib. Nimadir yozuv chiqdi. Daraxt bizga kerak bo'ladi. Suv, ob hayot, daraxt. Daraxt nima hayot? Daraxt. Daraxt bu daraxt degan. Daraxtchi tildan olingan bo'lib, daraxt degan ma'noga anglatadi. Uyda. To'g'ri gapirdimmi? Keyingi videolarga balki boshqalar bilan ham video olarman. Agar vaqt to'g'ri kelib qolsa. Boshqa o'rtoqlarimni, boshqa men bilan video oladigan odamlar bilan vaqtimiz har doim to'g'ri kelavermaydi. Ko'pincha o'zim olsam kerak, taxminan. Vaqtga ham qarayman, o'zimning vaqtimga ham qarayman. O'zim vaqtim bilan vaqtim aloqasi bor. Vayda.
O'sha men hech biridan qo'rqmayman. O'tgan safar o'ynaganman. O'tgan safar ham nechadir oy og'zingni nost qilib, ovozing o'ch. Opaqangga o'kirasan. Opaqangga o'kirasan. Shunasam opaqangga. Hoppa. Shu Telegram parod qilyapti-da meni. Qanday qilib yo'qotsam bo'ladim aytdim. Zakiri Telegram qo'ysam endi yo'q bo'ldi. Shuni avvalroq qilsam bo'lmasmidi? Ana. Hoppa. Horror videolarni olishdi. O'zi kontrol olmoqchi edim, lekin kanalni yo'nalishini eslab, to'g'ri kelmaydi dedim. Balki buni qismlab chiqararman. Voy. Blokli, grav. Voy, felicin. Suv tepa, suv bu obi hayot bolajonlar. Suv bu obi hayot. Suvni isrof qilmaymiz. Prosto yetib ko'ramiz. Hoppa. Odam zerikib ketdi, horrorlar chiqami o'zi. Men oddiy blokdan zerikib horror topgan edim o'zi. Sahang tiqib qo'ydim. Qo'yganlarni mahluqlardan qochadi-yu. Men unaqa emasman. Men mahluqqa borib o'ldirishga harakat qilaman. Men shunaqa jinnalarim bor. Men mahluqdan navrat quvlayman men mahluq. U mahluqlar o'lmasaganda bo'lmasa o'zim o'ldirardim. Nima? Gift, gift. Zo'r. Fakir, nabarat mazza. Ana. Nima uyruchilar chiqyapti? Sevib oldim sandiq. Astag'firullah. Musulmonmiz, qanaqasiga sandiq sevib bo'lar? Nima o'zgardi? Yer beryapti-yu. Kashi. O'zingga nost qo'ygur. Chaqmoq chaqaveradi. Men haytimiz xayobon berib qo'ymangga. Yomg'ir tagida qolib ketdim. Xayobon ber, yo bitta qiz tashab ketdi. Gaplashib o'tirgani. To'g'rimi? To'g'ri. Nimadir? Bunaqa qo'rqitmasdi. Nimadir? Birinchi marta qo'rqib ketdim. Shunda opaqas o'zingga nost qilib ustidan ketmagan bo'lmish. Non bering olmaga yapti. Hop.